Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi prinsipimiz tayyor oldi. Bugungi sanagacha 2025-yil 31-oktyabr kuni bu prinsipimiz Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumaniga xudo xolasa jo'natyapmiz. Bizlari manzilimiz Xorazm viloyati Hazaras tumani Damazot yonida. Bu prinsipimizni razmeriga keladigan bo'lsak 1.60 2.60 bo'ldi. Bir mosli mol tashish uchun, qora mollar tashish uchun. Borting balandligi 50 cm, reshotkasi 70, poldan 1.20 bo'ldi. Taglari baquvvat 3.5 cm pol taxtalardan qilib berdik. 15 lik lasetti balonlar bilan mana risollar juda ham baquvvat, 2 tonna bemalol bosaveradi. Birovi to'g'ri 76 lik qalin birovi to'g'rilar bilan. Mana bu yerda kuzov nomeri, mana bu yerda bilkasi, mana bola oldi tumush chiqib turadigan mol kalmas. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Bu ratam shu YouTube'da ko'rib, o'zi Rossiyada zakaz berdilar, yana tayyorlab berdik. Yana shu telefon nomerlariga murojaat qilaverasizlar. Mana bu yana sho's spravkasi. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.